Erim meni Yevropadan O'zbekistonga haydab yubordi. Xavotir olmang, e'tiboringizni videoda ushlash uchun aldadim. Xullas, Italiyada juda ham issiq boshlandi. Bola bilan ikkalamiz bemalol aylana olmaymiz. Uyimiz ham juda ham issiq edi. Yorimdan iltimos qilib bilet oldirib qochib yubordim. Aeroportda rosa ham xafa bo'lib yig'ladim to'g'risi. Yarmim qolib ketyapti Rimda. Bir kunda qaror qilib ertasiga bilet olganimiz uchun qarindoshlarimiz ozgina xavotir olishdi. Urishib qoldinglarmi deb qayta so'rashdi. Urishib turamiz to'g'ri, lekin arazlab ketishga Italiya qimmatlik qiladi. Biletlar umuman arzon emas. Bola bilan bir o'zim Turkiya orqali uchdim. Kelishimni uydagilarga ham aytmadim. Surpriz qilmoqchi bo'ldim. Faqat qaynonamga aytib qo'ydim oldindan. Yorimdan pul va ruxsatni olganman. Dam olgani keldim. Mazza qilib har kuni har xil ovqatlarimizdan yeyman. Salonlarga chiqaman, shopping qilaman, tog'larga chiqaman, xullas yashayman. Xavotir olmang, o'z ustimda ishlashni tashlab qo'ymayman. 2-3 soat endi bemalol dars qilaman. Onamlarnikida xolalari, uyimizda esa qayinsinglim bolamni mendan olishgan. Uydagilarim meni Toshkentda ko'rib shokka tushib qolishdi. Hali ham arazlab kelmaganimga ishontira olmayapman. Umuman olganda men arazlab kelib, yo'q, hammasi joyida deydigan yaxshi qahramon emasman. Agar urushib kelganimda yorimni ikkita oilaga ham yaxshilab yomonlab tashlagan bo'lardim. Xullas, vaqtinchalik bo'lsa ham English Visolaning Toshkentdagi sarguzashtlari boshlandi. Siz esa obuna bo'lib kuzatib boring.